Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilar. Mana bugun biz Samarqand Rayit Centerda pajarkani oldida hozir 4 sotiqli shinamgina hovlimizni sotuvga chiqardik. Ko'rib turgan joy hozir hovlini, uyni 3-etaj, 3-etajdagi syomkamizni 3-etajdan boshladik mana. Eng tepa xonasidan boshladik. Ko'rib turganingizdek yog'ochdan mana shunday shinamgina uyimiz sotuvga chiqdi. Manzil Rayit Centerda 4 sotiqli hovlimiz, mana shunday shinamgina xonalari. Ahamiyat berasizlar, 2-etajdamiz. Azobnachilar, bu yerda kichkina yotoqxonasi, spalni. Hozir yana xonalarni ko'rsatib o'tamiz. Birinchi xona azobnachilar. Bu yerda ikkinchi xonamiz mana. Bu yer ham spalni, ikkita karavot va mebel jihozlar bilan jihozlangan. 2-etajdamiz azobnachilarimiz. Hozir sizlarga narigi tomonni ko'rsatib o'taman. Sayfullo TV sizlar uchun mana shunday videolarimizni boshladik. Mana ko'rib turganingizdek hozir mana shunday mebel jihozlar bilan jihozlangan va u tomonda yuvinish kabinkasi ham bor. Hozir endi 2-etajdan 1-etajga tushamiz mana. Chiroq lampalari ahamiyat berasizlar. Yog'ochdan zinapoya. Narxini ekranda yozib qoldiramiz. Manzil Rayit Centerda. Samarqanddan ko'pchilik mana shunday shinamgina xonadon qidirib yurgan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Endi bu tomon zal, mehmonxona. Ahamiyat berasizlar, azobnachilar. 1-etajga tushib oldik. Tagida podvali ham bor. Bu tomon oshxona qismi bo'ladi mana. Oshxona qismi. Bu yerda ham yuvinish, hammom, hojatxona bor. Azobnachilarimiz mana ko'rib turganingizdek Sayfullo TV sizlar uchun mana shunday shinamgina uyimizni sotuvga chiqaryapmiz. Endi hovlini yuziga tashqariga chiqamiz mana. Mana azobnachilar, tashqariga chiqdik. To'g'rilikda darvozaxona va bu tomonda ham bitta xonasi bor. Bu yerda esa podval qismi, boya aytib o'tganimdek, podvalga tushadigan zinapoyasi, eshigi shu yerdan bo'ladi. Mana bu yer zelonli zona, daraxt ekilgan. Qarab turganingizdek, bu tomonda ikkinchi podvalga tushadigan eshigi mana. Azobnachilar, narxini ekranda yozib qoldiramiz. Yana zelonli zonasi, ahamiyat berasizlar. Mana daraxtlar ekilgan.